Mana qaranglar, mana bu yerga qo'l bilan tegish mumkin emas. To'ki bor. Hayvonlar ham yo'ldan bu yoqqa chiqmasligi uchun, bu xavfsizlik uchun. Kelgan turistlarning xavfsizligi uchun. Mana endi mana bu yerda maza qilib, dam olib o'tiraman. Xudo xolisa, tez kunlarda deganim, ertadan kelgan. Ertada bizda safari juda ham zo'r kun. Videolarni ko'rib boringlar albatta, meni kuzatinglar. Kanalimda ayniqsa. Ertaga bizda safari, poyezdda sayohat qilamiz. Indin kuni ertalab esa Cape Townga qarab uchamiz. Yo'da bizning liderlarimiz kelishadi. Olmos konferensiya boshlanadi. Olmos konferensiyada Xudo xolisa opajonim Oygul Tog'ayeva, pochcham Salim Rahimov, Nigora opam Xolmuhammedova, Bahodir aka Xolmuhammedovlar, xullas Dilbar va Fazliddin Nigmatovlar kelishadi. Ular bilan yana konferensiyani davom ettiramiz. Maza qilamiz.